Alo? Taksi chaqiruvidingiz? Ha. Tushmaysizmi? Yarim soatdan beri kutib turibman. Hozir tushamas, hali esimdan chiqib qopti-da. Yo, tushing, yaskaz qo'ring billa. Voy o'lay. Qanaqa taksi chaqirib qo'ydim. Buni ovozini qara, vajohatini qara. Tushmaydimi bu? Tushsa yurtaman. Jinniman, jinni. Nega badarbas ovoz sohibini kuttirib qo'ydi? Ovozidan kinolardagi Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger ovozlariga o'xshab ketadi. O'ldim. Tamom, o'ldim. O'zim ahmoqlik qilib kuttirib qo'ydim. Nima bo'lsa bo'ldi. Undan uzurimni so'rayman. Okajon, ming bor uzr. Chiqdingizmi, oka? Urratagangsan, chirri, ovozing bir dunyoni titratadi. Bitta tupragimga cho'kib o'ylasamsan, Sylvester Stallone'mi deb o'ylama ovozingdan. Nima do'st, oka? Oka dema, hayda. Bitta oka dedi. Oka. Ey,